Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, bizani YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchi ota-onalar. Bugun kamina sizlar bilan Murodov Asrol. Xo'p, juda ham ko'pchilik talabiga muvofiq 8 tasi bitta bo'lgan DaVinci kravat. Bir xil Transformer ham deydi, bir xil DaVinci ham deydi. Prion Baby brendiniki. Bugun o'shani hammasini yig'ib ko'rsatib beramiz. Xudo xolisi bu video hammangizga manfaatli bo'ladi. Har bitta detalini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kravatimizning 8 xil funksiyasidan bugun sizlar bilan avvalgi holatini yig'ishga o'rganamiz. Sizlardan katta yordam podpiska bilan like tugmasini bosib qo'yinglar. Xo'p, ichidan chiqadigan narsalarga ahamiyat bilan qarab turinglar. Birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. To'rtburchak reshotkasidan ikkita chiqadi. Pol qismini teydi qismida reykasi 6 ta chiqadi va pirinali stolikini yon tarafida bakoy podдержкасы bor. NF dan qilingan. Bundan ham ikkita chiqadi. Poli chiqadi. Bu yerda 4 ta oy qismiligidan ikkita, to'rtburchak shaklligidan ikkita chiqadi. To'rtburchak shaklligisi kattaroq bo'lganda ham ishlatasiz uni. Xo'p, mayatniki chiqadi 4 ta. Xo'p, bolt gaykalari ikkita tayanch reykasi chiqadi, ikkita tarafda turadi bu. Keyin 4 ta g'illariga chiqadi. Oysimon panjarasidan ham 4 ta chiqadi. Yig'ishni boshlaymiz. Pastga qaratib olamiz tepa qismini, o'shanda yig'ish oson bo'ladi. Dirkani tepaga qaratib olamiz. Xo'p, panjarani qo'yganingizdan keyin teshigiga ahamiyat qilasizlar. Razmeriga to'g'ri kelishi kerak. Keyin mana bunaqa mayatlikka detali chiqadi. Alohida bu. Ko'rib turibsizlar, oysimon bu ham. Xo'p, qo'yganingizda shu teshigiga to'g'ri kelishi kerak. Bu agar noto'g'ri bo'lib qolsa, qishuv bo'lib qoladi, mayatnikingiz ishdan chiqishi tezroq bo'ladi. Kravatimizni oy shaklida qo'yib oldik. Aynan bolanglar qaysi holatda pol qismida yotadi, o'shani hozir hal qilib olishingiz shart. Bu yerda 5 ta holat bor. Eng pasti, balani, o'rtachasi, undan ham pasti va undan ham baland urovinglar bor. Bu yerda o'shanga qarab qo'yib olishingiz shart. Hozir hal qilishingiz kerak. Bunga ishlatiladigan boltlarni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Kravatga ishlatiladigan bolt, gayka, shaybalarni hammasini bitta joyga to'plab oldik. Bu holatda yig'ishinglarni tavsiya qilaman. Hammanglar mana shunaqa akkuratni qo'yib olsanglar, ishinglar oson bitadi. Iloji bo'lsa, bolalar bo'lmasa yaxshi oldinglarda. Xo'p, pol qismiga ishlatiladigan aynan shu boltni hozir sizlarga qanaqa qotirishni o'rgataman. Kravatimizni biz o'rtasini tanladik, o'rta pol qismini. Sizlar xohlasanglar yoki past yoki baland tanlasanglar bo'ladi. Mana mashitga qotirib ketaverasizlar. Qotirayotganingizda ikkita chizuv bor bu yerda. Ikkinchi chizuvni oxirigacha qotirasizlar. Mana, undan yog'iga kirgizib tashlash kerak emas. Ko'rganinglardek bir-biriga ulanadigan hammasini qotirib oldik. Endi reshotkasini, to'rtburchaksini bir-biriga ulab qotirib olamiz. To'rtburchak detallarni ulab olish uchun ikkita uzun gaykani olasizlar. Bir yoq tarafi shestigranniy bo'ladi. Boltini bir yoq tarafi atyorka bo'ladi. Bu sizlarga qulaylik keltiradi. Xohlasanglar atyorkada, xohlasanglar shestigranniyda qotirib taslasanglar bo'ladi. Uzunni olasizlar, bir yoq tarafdan tiqib, ikkinchi tarafiga kaltasini tiqasizlar. Ozgina ilintirib olganingizdan keyin qotirib tashlamaysizlar. Keyin ikkinchisini ham shunaqa xuddi shunaqa qo'yib olasizlar. Qotirib tashlashdan oldin bitta e'tibor qiladigan joyinglar qing'ir qishuv bo'lib qotib qolishi kerak emas. To'g'ri qilib tekis qilib olasizlar, keyin qotirib tashlayverasizlar. Bir yoq tarafini kulcha orqali ushlab olasizlar, ikkinchi tarafini atyorkada qotirib tashlaysizlar. Atyorkani iloji boricha uzunrog'ini tanlaganingiz yaxshi. Bo'lmasa panjarani qirib tashlaysizlar. Ikkalasini qarama-qarshi tarafga burasanglar, tezroq qotirib tashlaysizlar. Xo'p, ko'rib turganingizdek hamma yog'ini qotirib oldik, faqatgina oy shaklida qotirmadik. Ko'rib turganingizdek orasi ochuv. Endi bir-biriga ulaydigan reykalarni qotirib chiqamiz. Bir yoq tarafida ikkita kichkina teshigi bo'ladi, bir yoq tarafida ikkita katta teshigi bo'ladi. Ikkita katta teshigi bor tarafi orqa tarafiga qo'yib chiqamiz. Mana bunaqa turadi. Mana. Endi xuddi shunaqa qilib bu tarafini ham tiqib olamiz. Xo'p, reykalarni tiqib oldik, reykalarni lekin qotirib tashlamadik. Endi yon qismini, ochuv joyini uzun gayka orqali qotirib olamiz, polni. Xo'p,
kravatimizni yig'ib oldik. Endi ikkita yon qismida ikkita oy shaklidagi pol qismini qotiradigan reykasi bor, ikkita kichkina. Buni qaysi boltda qotiramiz? Mana bu 4 ta bolt chiqadi alohida. Uzun ham emas, kalta ham emas. Mana shu orqali qotiramiz. Mana bir-biriga tiqib oldim. Ozgina chiqib turibdi. Shuni qotirib yuboramiz. To'g'risiga qotiringlar. Yana tepa past qilsanglar, polinglar o'ynab qoladi. Ovozda ozgina xatolik ketib qopti. Xo'p, kravatni dumaloq qilib yig'ib olganingizdan keyin alohida chetga olib qo'yasizlar. Endi mayatnik yig'ib olish qoldi. Mayatnik mana shunaqa salafanga o'ralgan holatda boradi uyingizga. Buni yig'ish juda ham oson. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yig'ib beramiz. Mayatnikni yig'ib olish uchun, xo'p, 12 ta shistogranniy mana bunaqa samarez chiqadi. Shistogranniy gayka chiqadi. Bundan 8 ta. 8 ta bolt chiqadi, shaybalar chiqadi 8 ta. 4 ta mayatnikka o'zi chiqadi. Buni hozir hammasini yig'ib olamiz. Hozir mayatnikni yig'ishda videoni tezlashtirib yuboramiz. O'zingizga kerakli joyini to'xtatib bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga xatoni ko'rsataman yig'ishdagi. Xo'p, ko'pchilik bunaqa qilib yig'ib qo'yishadi. Gaykani ikkita tarafini bir tarafga qaratib, o'zi ikkitasi ikki yoq tarafga qarab turadi. Hozir men sizlarga qanaqa yig'ishni ko'rsataman. Tiqib olganingizdan keyin boltni bo'rab tashlaysizlar. Обязательно oxirigacha borishi shart. Bo'lmasa lyuft bo'lib qoladi. Unda lyuft bo'lgandan keyin kravatinglar shatatsiya qilganda lyuft bilan qimirlagan bo'lib qoladi. Qotirib oldik. Shaybasini ust tarafiga qo'yasizlar. O'shanda shayba bun bilan buni o'rtasida turishi kerak. Qotirganingizda bunga umuman og'irlik tushmaydi. O'shanda kravatinglar ves tushganida ham oson bemalol shatatsiya qilib turadi. Hamma mayatnikni shu holatga keltirib olganingizdan keyin bir-biriga ulab tashlaysizlar. Ulash oson, har bittasida lekin shayba qo'yishingiz shart. Bu tarafga qotiriladi. Xohlasanglar drill bo'lsa drillda, xohlasanglar o'zida kulib chiqadi. Mana shunaqa qilib qotadi. Обязательно mana shunaqa shatatsiya qilib turishi shart. Agar sizlarda yig'ganingizda qotib, umuman mana bunaqa shatatsiya qilmayotgan bo'lsa, u yaxshi emas. U boshqatdan yig'ganingiz yaxshi. Tepa qismini qotirib oldik. Endi pastki qismini qotirishni boshlaymiz. Ichki tarafida shu shistogranniy qotiriladigan joy ajratib ketilgan. O'sha joyga qotirib olasizlar. Xo'p, mana drillim bor. Agar sizlarda ham drill bo'lsa, oson yig'ib tashlaysizlar. O'zida ham lekin komplektida kulchi chiqadi. Ikkita detal ortib qoladi. Bu nimaga ekan deb ko'pchilik savol beradi. Bu endi tug'ilgan bolalarga kichkina kalsiy qilib ishlataman degan paytingizda ikkita uzun reykani olib tashlab, shuni o'rniga qotirib olsanglar bo'ldi. Kichkina kalsiyda ham shatatsiya qilib turadi kravatinglar. Xo'p, mayatnik yig'ib olganingizdan keyin buni qanaqa qilib qo'yish kerak? Обязательно teskari tarafga shunday aylantirib yuboriladi.
Mayatnik o'zini teshuvlariga shunday joylashib tushadi. Mana. Shatatta qilib turibdi. 13 gayka orqali qotirib yuborasizlar bu. Mana shu 4 ta gayka orqali qotirasizlar. O'zi ichida eng katta qalini mana shu. Bizda kulch topilmadi. O'shanga ambir orqali qotirib tashlaymiz. Bu hamma xonadonda topiladi. Xo'p, navbat balonimizga keldi. Balonni ham xuddi shunaqa joyiga qotirib qo'yasizlar. Xohlasanglar agar mayatnikni olib tashlab, qimirlamaydigan qilib ishlataman desanglar, buni o'rniga qotirsanglar ham bo'ladi. Mayatnikni o'ziga ham qotirsanglar bo'ladi. Ham mayatnik, ham balon orqali ham ishlatsanglar bo'ladi. Faqat ishlatayotgan paytingizda sizlardan kutiladigan narsa обязательно g'ildirakni to'rimizga solib qo'yish kerak. Bo'lmasa g'ildirakga yurib ketadi. Kravatni, mayatniklarni hammasini qotirib oldik. Endi kravatni turg'izib joyiga keltirib olamiz. 2 kishi turg'izganinglar yaxshi, 1 kishiga og'irlik qiladi. Esingizda bo'lsa, o'rtasidagi reykani qotirib tashlamadik. Reykani qotiradigan payt keldi. Reykani qotirish uchun mana shunaqa narsalar chiqadi ichidan. Mana shular bilan qotirib chiqasizlar. Hozir o'rgataman. Bitta strelka bor, minus bor, plus bor. Plus tarafga qarab buraysizlar, o'zi qotib qoladi oxiriga bor. Teg qismini qotirib olganimizdan keyin endi pol qismini qotirib tashlaymiz. Juda ham oson buni qotirib tashlash. Ichidan mana shunaqa mayda shuruplar chiqadi. O'zingizga keraklicha qotirib tashlayverasiz. Bitta-bitta urib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu tushib ketmaydi chiqatga. Va nihoyat kravatimizni ham yig'ib oldik. 3 ga bo'linadigan matrasi bor buni. Xo'p, kravatimizni foydalanadigan payti 0 dan boshlab 13-12 yoshgacha bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Kilosi shu 30 kilogacha, 40 kilogacha ko'taradi bemalol. Asnovasi NF bilan yog'ochdan tarkib topgan. Kraskalari sifatli kraskalar foydalanilgan. Shuncha bolt gayka ortib qoldi, oshig'i bilan ekan deb o'ylayotgan bo'lsanglar xato qilasizlar. Bu oshig'i bilan bo'lmaydi. Hammasi sanalgan bo'ladi. Bu 8 xil funksiyaga ega, katta, kichkina, и подростковый ham bo'ladi, и poli ham 5 ta urinda tushib chiqadi. Xo'p, agar sizlarga katta kichkina qilishingizda qiynalsanglar, bizga aloqaga chiqsanglar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, biz videosini tashlab beramiz katta kichkina qilishni. Agar tushunadigan bo'lsanglar, instruksiyasi ham chiqadi bu yerda. Kompleksida instruksiyasiga qarab ham yig'sanglar bo'ladi. Instruksiyasida hamma narsasi ko'rsatib qo'yilgan, qaysi bolt qatga qotirilishigacha ko'rsatib qo'yilgan. Agar bunga qaramasdan yig'aman desanglar, shu videoni ko'rib ham yig'sanglar bo'ladi. I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. Kravatni yig'ish jarayonida qancha mehnat, qancha vaqt ketdi. Sizlardan bizga beradigan motivatsiya bitta like tugmasi bilan bitta podpiska tugmasini bosib qo'yishdan bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Xo'p, kimgadir bu kravatimizning narxi qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldirganmiz, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Asror Murodov bo'ldi. Bundan ham qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska tugmasini обязательно bosib qo'yinglar. Hammalarni do'konimizda kutib qolamiz. Agar sizlar uzoqda bo'lsanglar, telefon orqali ishinglarni bemalol bitirib beramiz.